Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Sizlar bilan uzoq kutilgan, ya'ni vebinarimizda ko'rishib turibmiz. Va bu vebinarimizda ko'p narsani, ko'p savollarga javoblarni va maktabimiz haqidagi ma'lumotlarni berib borishga harakat qilaman. Bir qancha savollar tuzganmiz. O'quvchilarimiz haqida, farzandlar haqida, ota-onalar uchun maktab tanlashdagi eng asosiy omillarga javoblarni berib boramiz. Bu vebinarimiz asosan kimlar uchun? Bu vebinarimiz asosan ota-onalar uchun. Nimaga? Sababi hozirgi vaqtdagi o'quvchilarimiz, ya'ni farzand o'ziga nima yaxshi va qanday ta'lim kerak ekanligini o'zlari bilishmaydi. Shuning uchun ham bu yo'lda ota-ona o'z farzandini to'g'ri yo'nalishda, to'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda band qila olishi kerak. Shuning uchun biz bu holat uchun birinchi o'rinda ota-onalarga yo'nalishni berib boramiz. To'g'ri manzil, to'g'ri o'qish joyi tanlashsa albatta bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Va vebinarimiz asosan ota-onalarimiz uchun. Keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, ta'lim tizimida ota-onalarni qiynaydigan savollar. Ya'ni farzand uchun maktab tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Va aynan bu eng muhim narsa maktabning nomi, maktabning chiroyliligi bu muhim faktor emas. Bu yerda bir qancha ma'lumotlarni yozganmiz. Ya'ni faqat bino emas. Ta'lim tizimi eng muhim jarayon hisoblanadi. Sababi hozirda davlat maktablarida ham chiroyli binolar, zamonaviy sinfxonalar juda ham ko'p. Va u yerda aynan ta'lim tizimi juda sifatli darajada emas. Va shuning uchun ham ko'pchilik ota-onalarimiz xususiy tashkilotlarga farzandlarini yo'naltirishmoqda. Ikkinchisi, faqat dars emas, tarbiya va nazorat. Faqat dars emas, tarbiya va nazorat. Albatta, agar farzand yoki o'quvchi tarbiyali bo'lsa, nazoratda bo'lsa va uningga bilim singish yuksakroq bo'ladi, ya'ni yaxshiroq bo'ladi. Tarbiyali o'quvchilarimizni, ya'ni ota-onasi tomonidan intizomli nazorat qilinadigan o'quvchilarimizni barchasiniga bilim berish, ularni yaxshiroq darajaga chiqarish eng oson jihat hisoblanadi. Undan keyin esa sizning qaroringiz farzandingiz kelajagini yaratadi. Albatta, farzandingiz o'ziga nima yaxshi yoki nima yomon ekanligini bilmaydi. Shuning uchun ham siz bu yo'lni hayot davomida ko'rib borgansiz. Qayerda qanday xatolar qilsa, butun umr davomida afsuslanib yurishini, qayerda noto'g'ri ish qilsa, demak kechikkan holatdan keyin uni to'g'rilab bo'lmas kerak ekanligini siz bilasiz va farzandingizga to'g'ri yo'nalish, to'g'ri qarorlarni bera olasiz. Shuning uchun eng to'g'ri holat bu birinchi o'rinda ota-onaning tushunib yetishi. Ota-ona agar tushunib yetadigan bo'lsa, siz tushunib yetadigan bo'lsangiz va yaxshi farzandingiz uchun yaxshi ta'lim dargohini tanlaydigan bo'lsangiz, va eng sizni katta yaxshiliklaringizdan biri shu bo'ladi farzandingiz uchun. Keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, biz o'zimizni Buxoro maktabi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Buxoro maktabi qachon va qayerda tashkil topganligi haqida qisqacha ma'lumot aytib o'taman. Buxoro maktabi o'zi 2007-yilda Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida o'z faoliyatini boshlagan. Boshidan o'quv markaz sifatida faoliyatini yuritib, bir qancha Olmaliq shahar aholisini, farzandlarini oliy ta'limga kirgizishda xizmat qilib kelgan. Va shu yillar davomida o'z tajribasini oshirish natijasida o'quvchilarni ham sonini ko'paytirish natijasida xususiy maktab loyihasiga qo'l urgan. Bu 2020-yildan boshlangan. 2020-yildan boshlab birinchi maktabini ochib va keyingi filiallarini ochib, hozirgi kunda filiallari soni 9 taga yetgan. Buxoro maktabi ko'p qirrada kurashib keladi. Butun Toshkent viloyati bo'yicha bog'cha, xususiy maktab, o'quv markaz va bir qancha davlat aktivlariga ham ega tashkilot hisoblanadi. Hozirgi holat bo'yicha 6000 dan ziyod o'quvchilarimiz xususiy maktabimizda tashkil topib o'qishadi bu yerda. 2000 dan oshiq o'quvchilarimiz o'quv markazimizda tahsil olishadi. Bu albatta real sonlar. Bu nima uchun kerak? Sababi Buxoro maktabi endigina ochilib qolgan maktab emas, o'zini qadriyatlariga ega, o'zini dasturlariga ega maktab hisoblanadi. Va ana shunday dastur, ana shunday sayqallangan yo'l aynan Bekobod shahriga ham olib kirilgan va shu o'rinda, shu yo'lda ya'ni faoliyat qilib kelmoqdamiz. Filiallarimiz haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, bizning filiallarimiz aynan
mana shu Bekobod shahrida joylashgan Olmaliq shahrida Bo'ka, Piskent, Yangiyo'l va Angren shaharlarida o'z filiallari bilan hozirda faoliyat qilib kelmoqda. Va eng asosiysi bizning maktabimizdagi, ya'ni maktabimizning yuragi hisoblanmish ustozlar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Maktabni asosiy kuchlaridan bo'lmoq bu ustozlar, chunki juda ham zo'r sharoitga ega bo'lgan maktab bo'lsa-da, lekin ustozlarining salohiyati, ustozlarining bilimi yetarli darajada bo'lmasa, tajribasi, albatta u yerdan yaxshi va kuchli kadr o'quvchilar chiqmaydi. Bizda saralangan kadrlarimiz olingan, har bir yo'nalish bo'yicha, har bir fan bo'yicha, har bir ya'ni sinflar kesimida ustozlarimiz olingan. Boshlang'ich sinf ustozlarini ham, yuqori sinf ustozlarini ham biz 4 bosqichda imtihon qilib olganmiz. Ya'ni eng birinchi o'rinda, ya'ni ishlash muddati, davlat tashkiloti, o'quv markazi va boshqa tashkilotlarda o'z faoliyatini kamida 5 yil olib borgan bo'lishi shart. Undan keyingisi o'zining shaxsiy yutuqlari. O'zining shaxsiy yutuqlarida ham yaxshi darajalarga ega bo'lish, oliy toifali yoki toifa yoki milliy sertifikat yoki Sefer Az darajalarida ham yaxshi natijalarga ega bo'lishi kerak. Va yana biz shart qo'yganmiz ustozlarimizga, bizning tashkilotimizga, ya'ni o'z faoliyatini boshlaganidan keyin qanday darajasida bo'lsa va undan ham yaxshiroq darajaga, ya'ni erishish. Hozirda deylik, A darajali milliy sertifikatga ega ustoz qabul qilinsa, u vaqt kelib, o'zining fanidan milliy sertifikat vaqti kelganda u A+ darajaga topshirib olishi kerak bo'lgan, ya'ni majburiyat bilan olamiz. Va tinimsiz ularni ustida o'zimiz testlar olib turamiz, jamoa bilan kelishib, yangiliklarni ya'ni tatbiq qilamiz. Bu ya'ni bizning jamoa. Bizning jamoada ham ustozlarimizda A+ 100% darajali sertifikatlarga ega bo'lgan ustozlarimiz juda ham ko'p va milliy sertifikat qolgan fanlardan ham, Sefer Az imtihonlarida ham juda ham yaxshi natija ko'rsatgan ustozlarimiz juda ko'p. Va bu albatta o'qituvchilarimizni buni uddalaganligi va aynan o'zining o'quvchilarini ham ana shunday darajalarga chiqara olishini isbotlaydi. Keyingi bo'limga o'tadigan bo'lsak, qaysi sinflar bizda ta'lim oladi? Buxoro maktabida aynan keng qamrovda qatlamlarni egallab olgan, bizda maktabgacha tayyorlov sinfidan boshlab 11-sinfgacha bo'lgan ta'lim yo'nalishlarini qamrab oladi. Ya'ni buni ham alohida bo'laklarga bo'lganmiz. Maktabgacha tayyorlov yo'nalishimizni o'zi alohida bitta bo'lim hisoblanadi. 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan bo'limimiz, ya'ni sinflarimiz bitta bo'lim hisoblanadi. 5, 6, 7-sinflarimiz bitta bo'lim, 8-sinfdan yuqorilari esa yana bitta bo'lim sifatida qaraladi. Va aynan o'zlari uchun alohida metodlar, alohida yo'nalishlar biz kiritib, ularni imtihonlarga, hayotga va milliy sertifikatlarga tayyorlab boramiz. Davom etamiz. Maktabimizni shart-sharoitlari va albatta ota-onalarga, barchaga qiziq bo'lgan bu savol, maktabning shart-sharoitlari qanday darajada? Maktabimizning shart-sharoiti premium darajadagi maktab hisoblanadi. O'zining oshxonasiga, o'zining yotoq tizimiga, o'zining ya'ni kompyuter xonasiga, har bir jihozlariga ega bo'lgan, zamonaviy sinfxonalarga ega bo'lgan maktab hisoblanadi. Va ta'lim sharoitida nima kerak bo'lsa, barchasi bilan sharoitlantirilgan va keltirilgan maktab hisoblanadi. Bu bo'yicha bizning maktabda hech qanday bir kamomat yo'q. Har bir xonalarimizda issiqlik, sovuqlik, yoritgich, yorug'lik hammasi o'z demak standartida joylashgan. Kutubxonalarimizgacha bor albatta. O'quvchilarimizga kerak bo'ladigan barcha jarayonlar bizda kiritilgan. Ya'ni qisqacha olib aytadigan bo'lsak, oshxona tizimimiz va yotoqxona tizimimiz, ovqatlanish va hamshiramiz ham bizda kun bo'yi maktabimizda o'z faoliyatini olib boradi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, to'garaklar va qo'shimcha mashg'ulotlar. To'garaklar va qo'shimcha mashg'ulotlar bu asosan ota-onalarimizda yoki jamiyatimizda shunday narsaga o'rganilganki, maktabga berib va albatta men o'quv markaziga qo'shimcha darslarga berishim kerak. Bolam, ya'ni farzandim bo'sh qolmasligi uchun degan tushuncha ketadi. Bizda aslida xuddi o'sha muammoni bartaraf qilish uchun xususiy maktab, xususiy tashkilotni faoliyatini olib boramiz. Ya'ni o'quvchilarimiz bizda ertalab soat 8 dan 5 ga qadar bizning maktabimizda bo'lishadi. Ular hech qanday bizning maktabdan tashqari o'quv markazi yoki qo'shimcha kurslarga ehtiyoj sezmaydi.
Va shu bilan birga ovqatlanish tizimini ham bizning maktabimizda bajarib, mana shu yerning o'zida ovqatlanib, barcha ta'lim jarayonida kerak bo'ladigan yo'nalishlarini, bilimlarini, ko'nikmalarini hammasini maktabimizning o'zida shakllantiradi. Ya'ni bizning maktabga bergan o'quvchilarning ota-onalari bizning maktabimizdan davlat maktabida oladigan hujjatlarni barchasi, kundalik kom, ba'zalari bo'ladimi, hammasini biz o'zimiz bajaramiz. Davlat darsliklari, ya'ni davlat tomonidan o'tiladigan majburiy ta'limda o'tiladigan darsliklarni barchasini maktab o'z zimmasiga oladi va repetitorliklar, qo'shimcha darslarni barchasini yana maktab o'z zimmasiga oladi. Bu degani siz farzandingizni maktabimizga yo'naltirganingizdan keyin, berganingizdan keyin siz ortiqcha ta'lim uchun hech qanday mablag' sarflamaysiz, vaqt sarflamaysiz, barchasi bir joyda, kompleks bitta joyda bo'ladi. Bu albatta hamma ota-ona uchun juda ham qulay bo'lgan kompleks yechim hisoblanadi. Keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, bolaning kunlik tartibi qanday bo'ladi bizda? Qisqacha bu haqida ma'lumot berib o'tdim. Ya'ni o'quvchilarimiz bizda ertalab soat 8 da kelishadi. Juda ham ko'pchilikni o'ylantiradigan o'sha savol, ya'ni telefonlar qanday bo'ladi? Ya'ni o'quvchilarimiz tutadigan telefonlarni ertalab soat 8 da yig'ishtirib olamiz va kechki soat 5 ga qadar hech qanday gadjet yoki telefonlar ishlatish bizning maktabda mumkin bo'lmaydi. Ya'ni Buxoro maktabining o'quvchilarining kun tartibi reja asosida o'tadi. Dars jarayoni, tanaffus, ovqatlanish, qo'shimcha mashg'ulotlar va ustozlar nazorati bilan, ya'ni kun davomida band bo'ladi. Buni barchasi foydali jihatlar hisoblanadi. Dars jarayoni ham bizda oddiy tartibda emas, ya'ni davlat maktabida 45 minutlik darslar bo'ladigan bo'lsa, bizda esa 1 soatlik to'liq darslar bo'ladi. Hech qanday to'xtalishlarsiz va kuzatuv kameralari ostida o'qituvchilarimizga ham yuklatilgan vazifalar albatta bor, yuklatilgan rejalar bor. Kirib turib o'zini istalgan holatdagi darsini o'tishmaydi ular. Biz bergan qo'llanmalar asosida, biz bergan dastur asosida o'quvchilarimizga bilim berishni davom ettiradi. Ya'ni dars jarayoni bu eng muhim narsa. Dars jarayonida o'quvchilarni darsga diqqatlarini yig'ib olish jihatlari bilan biz ustozlarimiz bilan birma-bir ishlaganmiz va buni ham albatta tatbiq qilganmiz. Va muhim jarayonlardan biri tanaffus vaqtlari. Albatta o'quvchilarimiz ketma-ket darslarni olish jarayonida tanaffusga muhtoj bo'ladi. Va bu keyingi darslariga yaxshi sof holatda bilim olish uchun qisqacha dam olish vaqti bo'ladi. Albatta biz bu uchun ham hovli hududlarimizda o'quvchilarimiz uchun tanaffus qilishga juda ham yaxshi sharoitlar ajratganmiz. Ovqatlanish tizimiga o'tadigan bo'lsak, sinflar kesimida vaqti kelib, ovqatlanishni vaqtida sinflar kesimida chiqib, ovqatlanishga erkin vaqt beriladi. Bemalol o'quvchilarimiz ovqatlanish jihatlarida qo'shimcha ovqatlari bilan shoshmasdan ovqatlanib olish imkoniyatiga ega. Undan keyin qo'shimcha mashg'ulotlarning barchasi bizning maktabimizda bor, ya'ni asosiy darslardan qolgan barcha mashg'ulotlarni ham bizning maktabimizda o'tiladi. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, boshqa joyga olib borishingiz umuman shart emas. Davom etamiz. Ta'lim va tarbiya tizimi. Bizda ta'lim va tarbiya tizimi bizda plus bilan ishlaydi. Ikkitasini birdek olib borishimiz kerak bo'lgan strategiyani qo'yganmiz. Ta'lim va tarbiya tizimi. Tarbiya tizimida biz juda ham qattiq, keskin choralar qo'yganmizki, o'quvchilarimizni hattoki shartnomani bir tomonlama bekor qilish, ya'ni haydash holatigacha olib kelinadi. Ta'limi uchun o'zlashtirish darajasi pastroq bo'lsa, biz unga vaqt beramiz o'zlashtirishni yaxshilash uchun. Lekin tarbiyaviy holati juda ham o'ta ham yomon bo'ladigan bo'lsa, biz u o'quvchi bilan maktab tomonlama shartnomamizni bekor qilamiz va bu degani maktabdan haydalish degani. Sababi sizning farzandingizning bilimi, sizning farzandingizni tarbiyasi, ta'limi biz uchun muhim va biz sizning farzandingizni yoniga tarbiyali, bilimli o'quvchilarni yig'ib olib berishimiz shart degan strategiya bilan ishlaymiz. Shuning uchun ham bu yilgi qabullarimizni juda ham qattiq tizimda qo'yib olganmiz. Davom etamiz. Maktabimiz yutuqlari juda ham ko'p. Bu yilgi hisobimiz bo'yicha maktabimizda juda ham katta yutuqlar bo'ldi. Samarali faoliyat qildik deb o'ylayman. Sababi 100 dan ortiq milliy sertifikatlarga ega bo'ldik. Bu milliy sertifikat yo'lida barcha ustozlarimiz juda ham qattiq mehnat qilishdi. Ustozlarimizning o'zlarida ham juda ham yaxshi darajadagi sertifikatlar bor va katta sinflarimizga yaxshi darajadagi sertifikatlarga demak ega qildi. Qisqa vaqt ichida, chunki bizda qisqa vaqt ichida natijaga nimaga erishsa bo'ladi? Sababi bizda dars soatlari ko'proq. Dars soatlari ko'proq bo'lganini hisobiga biz bemalol
qo'yilgan deylik darsliklarni tezroq va yaxshiroq o'tish natijasida biz yaxshiroq natijaga erishishimiz mumkin. Shu jihatdan bizda yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Katta yutuqlarimizdan biri o'quvchilarimiz hattoki bir yilning o'zida 3 ta sertifikatga ham ega bo'ldi. Bir yilning o'zida 2 ta 100% lik bitta majburiy sertifikatlarini ya'ni qo'lga kiritdi va bir dona ya'ni matematikadan milliy sertifikatni qo'lga kiritsa 189 ballga ega bo'ladigan holatda turibdi. Bu ham albatta bizning katta yutuqlarimizdan biri. Bu qatorda juda ham ko'p o'quvchilarimiz TOEFL va IELTS imtihonlarini topshirib, ularda ham yaxshi natijalarga ya'ni ega bo'ldi. Davom etamiz. Farzand kelajagi to'g'ri muhitdan boshlanadi. Albatta bu eng muhim narsa. Farzandingizning kelajagi to'g'ri muhitdan boshlanadi. Agar uyimizdagi muhitimiz, juda ham ko'pchiligimizning muhitimiz shunaqa. Uydagi muhitimiz agar yomon bo'lsa, ya'ni yomon deganda qanaqa? O'zimiz kitob o'qimasak, o'zimiz yaxshi tarbiyaviy holatdagi demak dasturlarni ko'rmasak, biz faqat serial ko'rib yoki bekorchi narsa yoki telefondan bo'shamaydigan bo'lsak, biz farzandimizdan ko'p narsa kutishimiz qiyin. Sababi uyda ko'rgan muhitdan oladi ko'p narsani. Siz telefonda o'tirib turib bolaga dars qil deyishingiz bu eng katta xato. Sabr qilib bolaga o'rnak bo'la olishingiz kerak. Chunki eng katta foydani o'qituvchi, maktab yoki qo'ni-qo'shni emas, siz olasiz farzanddan. Eng katta zarbani ham siz olasiz. Ertaga yaxshi bo'lmasa, eng katta zarbani ham to'g'ridan-to'g'ri siz olasiz. Shuning uchun qimmatli vaqtimizni farzandlarimizni har bir o'tadigan, ya'ni kelajakdagi holati uchun sarf qilsak, bu albatta eng to'g'ri yechim bo'ladi. Muhit deganda biz yana shu narsani talab qilamizki, ota-onadan o'quvchilarimiz uchun alohida shart-sharoit qilib berish kerak uyda ham. O'quvchi uchun alohida xona bo'lishi kerak, alohida parta, stullari bo'lishi kerak va aynan dars qilish vaqtida ularni telefondan, har xil gadjet yoki televizorlardan ya'ni olib chiqarib olish kerak. Chalg'itadigan narsalardan. Chunki diqqatni to'liq shakllantirib yig'ib olish uchun butun jahon bo'yicha 22 minut vaqt ketadi. Bitta diqqatingiz buzilgandan keyin uni qayta yig'ib olishingiz uchun 22 minut vaqtingiz ketadi. Shuning uchun aynan o'quvchilarimiz yoki farzandingiz dars qilayotgan vaqtida uni bekorchi narsalardan albatta to'sish kerak. Bu unumdorlikka ham katta ta'sir qiladi. Ko'pchilik o'quvchilarimiz bilamiz, televizor oldiga o'tirib olib, kitob daftarini ochib, ya'ni dasturxon ustida dars qilishni boshlaydi. Ya'ni gohida televizorga qaraydi, gohida dars qiladi, gohida televizorga qaraydi. 2 soat, 3 soat ichida 10 ta, 12 ta misol aytadi. Bu 2 soat, 3 soat dars qildim degani bilan, lekin unumdorlik bu yerda o'ta pastga teng. Unumdorlik eng muhim narsa. Shunday qilish kerakki, darsga 2 soat kirgandan keyin bu juda ham ko'p narsani bajarib chiqish kerak. Bu faqat dars deganda oldida kitob, oldida o'sha o'ziga kerakli bo'ladigan jihozlari bilan faqat ilm bilan shug'ullanish kerak 2 soat va buni unumi juda ham zo'r bo'ladi va ko'p narsaga, barcha uy vazifalarga ya'ni ulguradi. Shuning uchun u muhitni yaratib berish, uni nazorat qilish bu albatta ota-onaning to'g'ridan-to'g'ri vazifasi hisoblanadi. Shuning uchun har doim o'zingiz uchun reja qilib oling. Uydagi, ya'ni farzandingiz dars qilish holatida siz oldida o'tirib, uni kerakli bo'ladigan holatlarni so'rab oling. Bugun ya'ni qanday dars bo'ldi? Bugun seni o'rtog'ing bilan urishding emas. Bugun qaysi fanlar kirdi? Matematika, ingliz tili deylik. Sen o'sha fanlardan nimalar o'rganding? Ko'pchilik ota-ona aytadi bizga, men fan tushunmayman, bolamni darslarni qildira olmayman. Siz qildirishingiz shart emas. Siz nazorat qiling, so'rab oling. Ya'ni bolani ertalab maktabga jo'natayotganda mas'uliyatni ilib jo'nating bo'yniga. Ya'ni sen bugun shunday narsalarni o'rganib kelganki, o'sha fanlardan mavzuni o'rganib kelganki, sen kelganingdan keyin menga tushuntirasan u narsani. Shunday darajada o'rganib kel. Agar tushuntirmasang, misol uchun seni shunday jazolayman. Yoki olib bering degan narsani kechroq olib beraman yoki umuman olib bermayman deb turib shart qo'yishingiz kerak. Bola o'shanda o'ziga mas'uliyat oladi, darsda ertaroq kelib, oldiroqqa o'tirib, ishtiyoq bilan o'rganishga harakat qiladi. Agar bir kun ishtiyoqsiz siz oldingizga boradigan bo'lsa, siz uni darhol jazolang. Ya'ni qandaydir bir yo'l bilan jazolang va u o'sha narsani maksimalni bajarib kelishga harakat qiladi va bahona qilmaydi. Agar deylik ham bola kelib turib mavzuga tushunmadim desa, siz o'sha kuni
o'sha muammoni uchratasiz. Ya'ni 2 oydan keyin emas, 3 oydan keyin emas, o'sha vaqtni o'zida uchratasiz. Va siz ustozlari bilan, maktab bilan bog'lanib, nima muammo bo'lyapti? Muammo meni farzandimdami yoki maktabdami yoki ustozdami deb turib, o'sha muammoni real vaziyatni o'zida hal qilib ketish imkoniyati bo'ladi sizda. Va vaqt umuman yutqazmaysiz. Davom etamiz. Ota-onaning vazifasi nima? Hozir bu narsa haqida yana batafsil aytib o'tdim. Eng asosiy vazifasi bolani nazorat qilish, darslarni to'g'ri qildirish va maktab bilan to'g'ri munosabatda albatta bo'lish. Bu eng asosiy narsa. Maktabimizning ichki tartib qoidalari. Bizda albatta har bir tashkilotda bo'lganidek maktabimizning ichki tartib qoidalari bor. Bu tartib qoidalar nimalardan iborat? O'quvchi quyidagi holatlarda maktabdan haydalishi mumkin. Nima uchun birdaniga maktabdan haydalish vaziyatini aytyapmiz? Sababi hozirgi jamiyatimizda shunday o'quvchilarimiz borki, afsuski, ota-onasi 8-9-sinfgacha umuman e'tibor bermagan. Deylik, faqat ish bilan ovungan yoki boshqa holatlarda yoki ajrimlar bo'lgan bolaga umuman ta'limi, tarbiyasi haqida qayg'u urilmagan. Bunday bolalarni bizga 8-9-sinfda olib keladi va yaxshi qilib bering deydi. Bu juda ham qiyin vaziyat. Juda ham qiyin. Ular bilan alohida ishlash kerak bo'ladi. Biz, ya'ni o'quvchilarni imtihon qilib, yaxshi darajada bilimni sof holatda qabul qila oladigan darajada bo'lsagina olib sinfga qo'yamiz. Bo'lmasa, hozirgacha bo'lgan holatda ham biz 10 dan oshiq o'quvchilarimizni maktabimizning imtihonidan, ichki sinovlaridan qaytarib yuborganmiz. Ya'ni loyiq bo'lmasa olmaymiz maktabimizga. Va agar adashib olgan bo'lsak ham yoki xulq-atvori yoki harakatlari maktabimizga kirgandan keyin o'zgaradigan bo'lsa, biz maktabimizdan uni haydaymiz. Ya'ni xulq-atvor qoidalariga rioya qilmasa, buni ham batafsil aytib o'tamiz. Ya'ni o'zimiz biladigan xunuk holatlarni bardavom bajarib yuradigan bo'lsa, bu albatta eng katta noto'g'ri narsa, u haydashgacha olib boradi. Bilim darajasi bo'yicha 3 oy biz ya'ni muddat beramiz. 3 oygacha o'quvchi o'zini o'nglab olishi kerak. Agar 3 oyda ham uni bilimi pasayadigan yoki umuman o'zgarmaydigan bo'ladigan bo'lsa, bu albatta maktab tomonidan shartnomani bekor qilishga olib keladi. Ya'ni batafsil aytadigan bo'lsak, uyga salam qilib kelmasa, ishtiyoqsiz o'tirsa orqa partada, ya'ni umuman qiziqishi pastga qarab ketadigan bo'lsa, biz albatta har doim hamma o'quvchini qiziqtirishga harakat qilamiz, lekin yillar davomida o'qishga ishtiyoqi so'nib borgan va boshqa narsaga berilib ketgan bolalar bo'lsa, biz uni 2 oy, 3 oyda umuman o'zgartira olmaymiz. U yerda ota-onaning o'zining vazifasi bor. O'sha vazifasini ota-ona bajarsagina, keyin maktabga yaxshi holatda olamiz. Undan keyingi bizning talabimiz to'lovlar o'z vaqtida bo'lishi shart albatta. Bu ham agarda vaqtidan o'tib ketadigan bo'lsa, biz o'quvchilarimizni maktabga kiritmaslik holatlarigacha olib borishimiz mumkin. Chunki to'lov tizimi bizni barcha qatlamlarimizni ushlab turuvchi omil hisoblanadi. O'qituvchilarimizdan tortib oshxona xodimlari, hattoki qorovullarımizgacha mana shu to'lov tizimimizga bog'langan. Undan keyingisi tartib, intizom va mas'uliyat biz uchun muhim. O'quvchilarimizda tartib bo'lishi, intizom bo'lishi, mas'uliyat bo'lishi bu eng muhim narsa. O'quvchilik, ya'ni kichkinalik vaqtidan bu narsani shakllantirib borish, bu bizning ham, sizning ham vazifangiz. Tartib, albatta, bu barcha jamiyat uchun kerak bo'lgan narsa. Bu nafaqat maktabni o'zida, balki ko'chada yurganda yoki uyda yurganda albatta tartibli bo'lish kerak. Intizom ham xuddi shunday. Intizom ham har doim hamma uchun kerak bo'ladigan omillardan biri. Mas'uliyat bu eng muhim narsa. Uyga vazifa berasizmi yoki siz uyda qandaydir kundalik ish yuklama berasizmi? Albatta uni mas'uliyat bilan bajarish bu barchamizga eng kerakli bo'lgan omillardan biri. Bu narsani biz albatta maktabda shakllantirishga harakat qilamiz. Ota-onamizni o'zi ham bizga to'g'ridan-to'g'ri yordam beradigan bo'lsa, bu o'quvchilarimizda tezroq va yaxshiroq shakllanadi. Davom etamiz. Keyingi holat. A+ sertifikatga qancha vaqtda erishish mumkin? Endi katta darajadagi o'quvchilarimiz mavzusiga o'tdik, ya'ni 8-sinfdan yuqori sinfdagi o'quvchilarimiz uchun sertifikat olish uchun qancha vaqt ketadi? O'rtacha muddatlar. Biz endi bu yerda oddiy holatlarni yozib chiqqanmiz, qisqacha, ya'ni ma'lumotlarni kiritib ketganmiz. Chunki ko'pchilik ota-onaning o'zida tushuncha yo'q. Milliy sertifikat haqida, darajalari haqida, vaqtlari haqida, ya'ni farzandini kelayotgan qandaydir darajasi haqida, harakat haqida umuman tushuncha yo'q. Bola 3 oy 4 oyda sertifikat olishi kerak. Nimaga? Chunki qo'shnini bolasi sertifikat oldi.
Vaholanki qo'shnini bolasi 2 yildan beri repetitorlikka borib yoki xususiy maktabda o'qiydi. Bu narsaga umuman ahamiyat bermaydi. Shuning uchun biz bu yildan ota-onalarga shu narsani real sonlarda imkon qadar ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Oddiy sertifikatni, milliy sertifikat bo'yicha darajalarni ko'radigan bo'lsak, o'zi C dan boshlab A gacha boriladi. C+, B+, A+, to'g'ridan to'g'ri, ya'ni ballni, foizlarini berishni boshlaydi. Oddiygina birinchi, ya'ni sertifikatga ega bo'lish eng pastki qatlami bu C daraja. Undan keyin esa C+, B+, A+. Eng yuqorisi demak A+ daraja. Buni ham ya'ni to'plagan ballingizga qarab nisbat qilib, ya'ni berib boriladi. Eng oddiy darajani olish uchun ham o'quvchi muntazam har kuni kamida 4 soatdan shug'ullanib, 2 oyda istalgan fanidan eng past daraja C darajani olishi mumkin. 4 soat, 3 soatdan biz o'rta holatni aytamiz. Iqtidorli o'quvchilarimiz bo'lishi mumkin. 1 soatdan shug'ullanib bo'lishi mumkin. Bir xil o'quvchilarimiz bor, 4 soatdan 2 oy shug'ullansa ham C darajani ham ola olmaydi. Bu ham albatta o'quvchini o'sha yoshgacha shakllanib kelishiga bog'liq. Kimdir ko'chada faqat futbol o'ynagan, kimdir qisman bo'lsa ham uyda shaxmat o'ynagan yoki ilmga bog'liq nimalardir qilgan. Ulardan ko'proq tezroq chiqara olamiz biz. Va shu bilan bog'liq B+, A+ darajalarga erishish ham oddiygina aytadigan bo'lsak, juda ham ko'p ustozlarimiz o'zlari ham A+ darajali 100% sertifikatni olishga qiynaladi. Nimaga? Chunki bu ham ya'ni davlat tashkilotida ishlaydigan bo'lsa, sizga ustama beradi. Ya'ni oyligingizga pul qo'shib beradi. Shuning uchun ham bularni olish qiyin darajadagi sertifikat hisoblanadi. Bu uchun kamida 12 oydan, ya'ni 1 yildan ziyodroq vaqt ketadi. Shunda ham iqtidor bo'lsa va yaxshi joy, yaxshi ustoz, to'g'ri muhit tanlansagina uni olish imkoniyati. Sababi bu A+ daraja o'sha fanni 100% bilish darajasini beradi. Butun boshli fanni 100% biladigan degan bu, ya'ni sertifikat hisoblanadi. Tasavvur qiling, matematika darsi 1-sinfdan boshlab 11-sinfgacha davlat darsligida bor. Haftasiga 3-4 soatdan. Va bu degani juda ham katta hajm degan. Va bu katta hajmni 100% bilishga 1 yil juda kam vaqt o'zi aslida ham. Bunga ham iqtidorli o'quvchilargina sazovor bo'ladi, faqat shu fandan shug'ullanib. Bizga kelishadi A+ darajani qachon oladi? Albatta biz bu narsani bitta og'zdagi, bitta so'z bilan aytib ola olmaymiz. Bunga juda ham ko'p faktorlar bog'liq. Ya'ni o'quvchining harakati, shu vaqtgacha bo'lgan bilimi, bundan keyingi harakati, ustozni, ya'ni bilim darajasi, uydagi muhiti, hammasi chambarchas bog'liq. Agar barchasi bitta joyda jamlansa, qisqa vaqt ichida ham yaxshi natija olish imkoniyati bo'ladi bizda. Shuning uchun ota-onalar bu haqida, milliy sertifikat haqida ma'lumotlarni o'zimiz avvalosi to'liq bilib olaylik va shunga qarab maktabimizga yoki o'quv markazlariga yoki ustozlarga talabni qo'yaylik va o'quvchilarimizga ham. Davom etamiz. Keyingi slaydimiz yana o'sha narsa, bino emas, aslida maktabni o'zini shart-sharoitlari, ya'ni tizimi va o'qituvchilarning darajasi bizda eng muhim narsa. Xo'p, har bir o'quvchi bilim olishi, rivojlanishi va natija ko'rsatishi uchun aniq tizim bo'lishi kerak. Aniq tizim bu nima degani? Bizda o'sha tizim kompleks qo'yilgan, ya'ni umumiy qo'yilgan. Masalan, oddiy kichik sinflarda buni taqqoslaydigan bo'lsak, biz kichkina sinflarimiz uchun birinchi o'rinda tilni faqat ya'ni speaking yoki razgovor sifatida o'tamiz. Ularga harfini aralashtirmaymiz. Birinchi o'rinda biz kichik sinflarimizga ona tilimizdagi harflarimizni batafsil chalkashtirmasdan, adashtirmasdan ularga hammasini berib boramiz. Ular ona tilimizdagi, ya'ni harflarimizni yaxshilab o'rganganidan keyin ingliz tili, keyin rus tili, keyin va boshqa fanlarni ya'ni qo'shib o'rgatishga harakat qilamiz. Ya'ni har bir sinf bo'yicha, har bir fan bo'yicha bizda tizimlashtirilgan dastur albatta ishlaydi. Faqat bilim emas, to'g'ri tarbiya ham eng muhim narsa, ya'ni bu yana ota-onamizga bog'liq jihat hisoblanadi. Biz o'zimiz ham, ota-ona ham birgalikda bolalarimizni tarbiyalab boramiz. Buxoro maktabi yondashuvi, intizom, tarbiya, bilim asoslarida, ya'ni yondashamiz o'quvchilarimizga. Birinchi o'rinda intizomli bo'lishi, tarbiyali bo'lishi va bilimli bo'lishini biz kafolatlab beramiz. Xo'p, davom etamiz. Yana qisqacha aytadigan bo'lsak, 1 yil ichida mana shu Buxoro maktabimizda erishilgan natijalar haqida qisqacha aytib o'tib ketaman.
nafardan ortiq o'quvchilarimizni qamrab oldik. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishim mumkin, sentyabr oyida biz 310 ta bola bilan boshlaganmiz va iyun oyida biz 420 dan oshiq, ya'ni 500 ga yaqin o'quvchilarimiz bilan demak faoliyatimizni olib bordik. 50 dan oshiq malakali ustozlarimiz bilan yanada faoliyatimizni kengaytirib olib bormoqdamiz. 3 ta o'zimiz binoyimiz bor, Bekobod shahrining o'zida joylashgan 3 ta shaxsiy binoyimiz bor, ijarada faoliyat qilmaymiz. Uzoq muddatli. Bu ham ota-onalarimiz uchun yanada bir yaxshiroq ma'lumot deb o'ylayman. Sababi qachondir bu maktab yopiladimi yoki qachondir bu yerdan ko'chib ketadimi degan umuman shubhalar yoki bir muammolar bizda umuman yo'q. Ma'lumot o'rnida aytaman, yana 100 nafardan ortiq sertifikat va yutuqlarga ega bo'ldik. Bu aniq sifra. Hamma fanlarimizdan demak sertifikatlarimiz bor. Davom etamiz. Maktabimizda ustoz bilan ota-ona hamkor jihatida ishlash tizimini yo'lga qo'yganmiz. Ustoz bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanishda o'ta ehtiyotkor bo'lish kerak. Ya'ni agar bola qandaydir ota-onaga muammo aytayaptimi, bu muammoni darhol jahl bilan maktab yoki ustoziga bildirishdan oldin ikkinchi tomonni ham eshita olish kerak. Sababi hammamiz deylik bir muammoni ustida gapirayotgan bo'lsak, imkon qadar o'zimizni foydamiz ustida gapiramiz. Tabiiyki bolalar ham shunaqa. Shuning uchun ayni jarayonni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, siz albatta ustozidan yoki maktab ma'muriyatidan to'g'ridan to'g'ri so'rashingizni talab qilamiz biz. Ya'ni darhol ustozni ushib yoki koyib ketmasdan turib, ayni jarayon nima bo'lganligini albatta bu yerda o'qituvchidan so'rab olishingiz kerak. Undan keyingisi, maktabimizda yillar davomida shakllangan tizim bizni maktabimizda ham qo'llanilgan. Yaxshi, ya'ni jihatlarini olganmiz va albatta biz ham birinchi ochilganimizda katta xatolarga yo'l qo'yganmiz. Tajribalar natijasida yaxshi yo'llarni, yaxshi dasturlarni olib, biz Bekobod shahridagi maktabimizga ham qo'llaganmiz buni. Davom etamiz. Ota-onalar ishonchi eng katta baho. Atigi 1 yil ichida 100 dan ortiq kiritilgan sertifikat, 100 dan ortiq ota-onalarning ishonchini qozondik. Ya'ni biz shu vaqtgacha bo'lgan vaqtning ichida ishonch bildirgan ota-onalarning ishonchini oqladik. Bizdan ayb qidirgan ota-onalar haqiqatan ham aybimizni topib ketishdi. Lekin biz bilan yondashib, biz bilan yelkama-yelka turgan ota-onalar, yaxshi maqsadda kelgan ota-onalar va farzandini to'g'ri yo'naltirgan ota-onalar, faqat pulini berdim, kerak bo'lsa o'qitasan deb emas, sizga, ya'ni yonma-yon turib, natijani billa qilamiz degan ota-onalarga biz natija bera oldik. Va bundan keyin ham albatta ota-onalarimizni maqsadlari, harakatlari to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, biz bilan yonma-yon turib, issiqni issiq, sovuqni sovuq demasdan, ertayu kech ular ham mehnat qiladigan bo'lsa, o'quvchilarimizdan ya'ni natija chiqadi. Juda ham ko'pchilik ota-onalarning fikrlari shundayki, pulini berdimmi, maktab qilsin yoki o'quv markaz qilsin bo'ldi. Maktab bilim beradi. Olish ishtiyoqini paydo qilish, boladagi olish ishtiyoqini paydo qilish bu to'g'ridan to'g'ri ota-onaga ham bog'liq. Nima uchun unaqa deyapman? Misol uchun, bizni maktabimizda ham oldi partalarimiz bo'sh bo'lsa-da, erta kelib orqa partaga o'tiradigan o'quvchilarimiz bor. Erta kelib orqa partaga. Bu biz qiziqtirganimiz bilan, biz aytganimiz bilan uning oilaviy holati, ota-onasi bilan ajrim holati yoki uydagi janjallar yoki to'g'ri tarbiyalanmaganligini holatidan bola o'z, ya'ni ishtiyoqidan chiqib ketgan. Uni miyasidagi bilimga bo'lgan ishtiyoq juda past. Biz uni umumiy sinfning ichida oshirishga harakat qilamiz, lekin uydagi muhit ham bu eng katta, ya'ni bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanadi. Shuning uchun ham ota-onani aytamizki, pul topdim, hammasi hal bo'ldi degani emas. Chunki sababi pulni hamma topyapti. Ko'chadagi ota-onalar ham albatta hammasi mehnat qilishib pul topyapti. Pul topgan bilan ishlar hal bo'lmaydi. Oddiygina deylik olov, misol uchun. Olov yondirish xususiyatiga ega. Yondirish xususiyatiga ega va qog'oz yonuvchanlik xususiyatiga ega. Lekin tosh yonuvchanlik xususiyatiga ega emas. Olov bo'lgani bilan bu olov ikkala omilni ham yondira olmaydi baribir. Qog'oz nimaga yonadi? Qog'oz yonuvchan bo'lganligi uchun yonadi. Ya'ni unda yonish xususiyati bor. Tosh esa yonish xususiyati bo'lmaganligi uchun u yonmaydi. Uni tagida qancha ushlab turganingiz sari qizishi mumkin, lekin u yonmaydi. Siz kutgan yonishni bermaydi. Shu sababdan ham ota-onalarga aytamizki, o'quvchilarimizni yonuvchan qilaylik. Ya'ni maktabga jo'natganda
ishtiyoq bilan, ya'ni bilim olish maqsadida jo'nataylik. Hamma narsani maktabga tashlash, maktabga yuklash bu katta xato. Siz asosiy o'rinlarda turing. Va mana shuni bir yana noto'g'ri holatini aytib o'tib ketaman. Ota-onalarimizda bo'ladigan holat: ustoziga ayting, ustozini gapini qiladi, ustoziga ayting, ustozini gapiga quloq soladi. Bizni gapimizga quloq solmaydi. Bu noto'g'ri gap. Bola uchun, o'quvchi uchun eng asosiy, ya'ni inson bu ota-ona bo'lish kerak. Sababi maktab ham, ota-ona ham 11-sinfgacha, uzoq borsa 11-sinfgacha o'quvchini, bolani yonida bo'lishi mumkin. Undan keyin ya'ni tark etadi baribir. Siz bilan esa umringizda oxirigacha qoladi. Mehr bo'lsa, gap bo'lsa, nima bo'lsa, aynan siz bilan, ya'ni shu holatda oxirigacha olib boradi. Shuning uchun ota-onalarimizga aytamizki, faqat pul topdim, qilsin hammasini emas, o'zimni ham vazifam bor, bolani ustida meni ham ishim bor deb turib, o'z mas'uliyatingizni ham yaxshi darajada qilib borishingiz kerak. Farzand uchun qulay o'quv muhiti haqida batafsil aytib o'tdim. Ya'ni uni alohida stoli bo'lishi kerak, alohida xonasi bo'lishi kerak va 2 soat kuniga kamida dars qilish kerak. Siz tasavvur qilayotgan bola, hammangizni tasavvuringizda, qo'shningizda ko'rgandirsiz, mahallangizda ko'rgandirsiz, zo'r idealniy natijalarga erishgan o'quvchi, sizni farzandingiz ham shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni unday bo'lishi uchun sizni farzandingiz ham kuniga 2 soatdan dars qilishi shart. Kamida 2 soatdan unumli dars qilishi kerak. Televizorda oldida yoki telefon ushlab o'tirib emas, barcha o'sha narsalardan ozod bo'lib dars qilishi kerak bo'ladi. Va bu narsani siz ta'minlaysiz. Bolaga qo'yib bersangiz, umuman dars qilmaydi. Kechki vaqt kelib turib, sumkasini otib ertalab ketishi mumkin. Siz bir oy vaqt mobaynida siz uni kontrol qiladigan bo'lsangiz, ya'ni nazorat qiladigan bo'lsangiz, undan keyin shu narsaga o'rganadi, odatlanadi va siz har kuni nazorat qilmasangiz ham shu narsani o'zi qilishga o'rganadi. Va bu aynan sizning mehnatingiz, sizning harakatingiz orqali bajariladi. Davom etamiz. Sinf xolalari haqida qisqacha bu yerda gap ketgan. Darsga mos tartibli muhit. Boshlang'ich sinflar uchun, ya'ni yangi sinflar, ya'ni stul, partalar olib kelganmiz ular uchun, o'ziga moslashadigan videolarimizni ham ko'rsatganmiz. O'quvchilarini gavdasiga moslashadigan, bo'yiga moslashadigan, qulay bo'lgan stullarimizni olib kelganmiz. Aynan ya'ni Xitoydan olib kelganmiz. Bu o'quvchilarimizga yanada, ya'ni qulaylik yaratadi. O'qituvchilarimizga ham ular 15 minutdan 20 minutgacha stullarini orqalarini moslashtirib, partalarni ko'tarib, dam olish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Oddiy o'zimizda parta stullaridan ko'ra u aqlli parta stullar. Bemalol dam olish ham imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Davom etamiz. Demak, xonalarimiz ham ideal darajada, ya'ni sizni qanoatlantiradigan darajada jihozlab qo'yganmiz. Yangi tizim. Biz uchun yangi yilda yangi tizimlar, yangiliklar juda ko'p. Bu eng muhim omillarimizdan. Ya'ni bu Buxoro maktabida 3 ta yangi tizim qo'yyapmiz. Bu qanday tizimlar? Birinchisi tarbiya tizimi. Tarbiya tizimini ham siz kunlik, haftalik, oylik ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Tarbiyachi bizni, ya'ni ish o'rni ochilgan. Tarbiyachi sizning farzandingizni kun davomida qaysi fanlardan uyga vazifani to'liq yoki qisman yoki umuman bajarmaganligini ma'lumotini berib, uni haftalik va oylik berib boradi sizga. Maktabga kelgan yoki kelmaganligi yoki maktabda bugungi holatda qanday, demak, jarimalarga tushdi yoki aytilmagan ishlarni qildi va o'shani sizga tarbiyachi yetkazib boradi. Agar tarbiyachini yo'nalishi bilan sizning farzandingizni holati qoniqarsiz bo'ladigan bo'lsa, biz maktabni shartnomasini bekor qilamiz. Bu yana bir omillarimizdan biri. Ikkinchisi, bizda eng muhim narsa testolog bo'ladi. Testolog nima vazifani bajaradi desa, bu testolog butun maktabni asl bilimini shakllantirib, sayqallab turadi, ya'ni bilib turadi. Sizning farzandingiz bizga berilganda, deylik 7-sinf bo'ladigan bo'lsa, matematika, ingliz tili, tarix, ona tili va shunga o'xshash fanlar o'tiladigan bo'lsa, asosiy fanlaridan har oyda o'sha davlat ta'lim standarti darajasidagi testlar olinadi. Davlat ta'lim standarti darajasidagi. Bu degani qiyin. Oddiy matematikadan tushuntiraman sizga. Agar sizga men repetitorda dars o'tib turib 3 + 2, 5 + 7, 6 + 8, 8 × 7 dan 30 ta misol bersam-da, sizning farzandingiz bundan 30 dan 30 chiqib qo'yadi. Bu degani sizning farzandingiz zo'r degani emas. Bu ustozlarni o'zi sinfga qarab tuzadigan testi bo'lmaydi. Bu aynan, ya'ni davlat ta'lim standarti darajasidagi test bo'ladi. Buni oyma-oy siz Telegram kanalimiz orqali, gruppasi orqali siz nazorat qilib borishingiz mumkin. Ana shu holatda
Siz demak birinchi o'rinda tarbiyasi, ikkinchisi sof bilim o'zlashtirish darajasi. Agar bu ham bilim darajasidan ham haydalib ketishi mumkin. 3 oy vaqt mobaynida faqat qizilga tushadigan bo'lsa, pastki o'rinlarda oladigan bo'lsa, biz shartnomani bekor qilamiz. Uchinchisi esa kitobxon. Bu ham ajoyib dastur kiritilyapti. Bu yildan boshlab, ya'ni dasturlarimizga kitobxon bo'ladi. Bizda har bir sinflar uchun, har bir ya'ni birinchi sinf, ikkinchi sinf har bir guruhlarimiz uchun kitoblar joriy etamiz, vaqtlar qo'yamiz, o'ziga mos bo'lgan kitoblarni beramiz. Birinchi sinflarimiz uchun deylik 50 bet, 60 betga yaqin kitob va qiziqarli kitoblarni ularga haftalik, oylik, ya'ni yillik reja qilib qo'yamiz. Siz ham o'sha yerda sinfdoshlari qancha kitob o'qiyapti, sizni farzandingiz qancha kitob o'qiyapti, qaysi kunda tugatdi, qaysi vaqtda o'qidi, shu narsani bemalol holatda ko'rib turishingiz mumkin. Va bu ham albatta juda ham yaxshi narsa, sababi o'quvchilarimiz kitob o'qiydigan bo'lsa, fanga bo'lgan mehr muhabbati ham uyg'onadi, qolgan holatdagi bilimlari ham oshib, yaxshi darajaga chiqib boradi. Davom etamiz. Keyingi ma'lumotlarimizdan o'sha tarbiyachini vazifalarini men aytib o'tdim barchasini. Tarbiyachi sizni farzandingiz tarbiyasi haqida demak shug'ullanadi. Mutolaachi bizda faqat mutolaa ishlari bilan shug'ullanadi. O'quvchilarimizga kitoblarini vaqti bilan tarqatadi va ularni o'qib olgan xulosalarini eshitib, ularni ya'ni yozib boradi sizga. Ma'lumot tarzida berib boradi. Sizni farzandingizga 100 betlik kitob berildimi? O'sha kitobni, ya'ni farzandingiz to'laqonli o'ziga singdirib, nima xulosa olgan bo'lsa, ichidan, o'sha kitobning ichidan 10 ta har xil joydan savol olib, tarbiyachi, ya'ni mutolaachimiz beradi. Shu mutolaachimizga to'g'ri javoblar berish orqali kitobni haqiqatan ham o'qiganligi haqida biz ma'lumot olamiz. Va oxirida bu narsani ham demak rag'batlantiramiz. Yaxshi o'qigan, yaxshi harakat qilgan o'quvchilarimiz barchasini. Bu ham yaxshi dasturlarimizdan biri. Testologimiz haqida ham qisqacha aytib o'tdim. Testologimiz faqat test bo'yicha shug'ullanadi va yana bir narsani aytib o'tmoqman. Bu testolog ustozlarimizni ham har oyda test qilib boradi. Har bir fan ustozini ham milliy sertifikat darajasidagi bilimlarini har oyda reytingga solib boradi. Boshlang'ich sinf ustozlarini ham, yuqori sinf ustozlarini ham har birini, ya'ni reyting qilib boradi. Testolog bizdagi ishimizni, ya'ni vazifasi shulardan iborat. Xavfsizlik tizimi ham bizda yaxshi demak o'rinlarga qo'yilgan. Bizda umuman 8 dan 5 gacha o'quvchilarimizni tashqi muhitga chiqarishga yopiq holatda saqlaymiz o'quvchilarimizni. Umuman tashqariga chiqarmaymiz. Bu holatda aynan qo'riqchilarimiz bor. Bizni maktabimizni o'quvchilarini chiqmasligini, demak binoyimizni hammasini qo'riqlab turadi. Demak siz maktabimizga berganingizdan keyin farzandim 8 dan 5 gacha qayerda yuribdi ekan, telefon tutyaptimi, yo'qmi degan savollardan umuman bartaraf bo'lasiz. Ya'ni tashqariga chiqmagan bo'ladi. Ovqatlanishlarini ham hammasini shu yerda, repetitorliklarini ham, davlat maktabida bajarilishi kerak bo'lgan ishlarini ham, xavfsizligini ham hammasini mana shu maktabning o'zidan olasiz. Va bunga albatta kamera tizimlari ham kirib ketadi. Har bir koridorlarimizda, har bir xonalarimizda, oshxonamizda, hamma yerimizda kuzatuv kameralari bor. Albatta biz har bir o'quvchini to'g'ridan-to'g'ri har doim nazorat qila olamiz. Davom etamiz. Keyingisi, maktabimizda kirish va chiqishni nazorat qiluvchi, ya'ni xodimlarimiz haqida men aytib o'tdim. Tanaffus vaqtlarida ham albatta siz farzandingizni nazorat qiladi. Davlat tomonidan berilgan tashvish tugma va bizda mana juda ham ko'p davlatlarda, chet el davlatlarida shunday holatlar ko'p kuzatamizki, davlat maktablariga yoki boshqa tashkilotlarga kirib turib, har xil noxush holatlarni kuzatishimiz mumkin. Ya'ni tashqaridan kelgan xodimlardan yoki bolalardan. Bizda xuddi shu holat uchun davlatimiz tomonidan o'rnatilgan tashvish tugma bor. Bu tashvish tugmasi shu hududda bo'lgan davlat xizmatchilarini 5 minutdan 3 minutgacha bo'lgan vaqtda kelishini, ya'ni ta'minlab beradi. Davlatni xodimlari kelib, xuddi shu katta muammolarni ular bartaraf qilish uchun biz tashvish tugmalarini ham qo'yib qo'yganmiz. Bu ham albatta maktabimizning katta pluslaridan. Telefon siz muhitni aytdim. Bizning ichki muhitimizda eng zo'r holatdagi telefonsiz muhit. Telefon umuman ishlatmaydi. Hattoki ustozlarimizga ham telefon ishlatish vaqtlarigacha qo'yib berganmiz. Davom etamiz. Keyingisi, farzandni band qilish bu eng muhim narsa. Agar siz farzandingizni to'g'ri band qilmasangiz, ya'ni bola deylik tunda uxladi, tunda uxlab turib energiya yig'di, ertalab turdi, siz bolani band qilmayapsiz, maktabga jo'natyapsiz. Maktabdan keyin istalgan ishi, uyga kelasan, choyingni ichasan, mana shu ish qilasan deysizda, bo'ldi. Uni yig'ib turgan energiyasi maktabga borganda ham u energiyani sarf qilmaydi.
kunning ikkinchi yarmida ham u energiyani sarf qilmaydi va energiya kechgacha saqlanib qoladi. Va o'sha energiyani bola kechqurun ko'chaga chiqib sarflaydi. Yo telefon o'ynaydi, tunni bilan uyqusi kelmaydi yoki bir o'rtoqlari bilan ko'chaga chiqib ketadi va siz uni to'g'ri band qilmaganingizni oqibatidan shunaqa bo'ladi. Va siz zararli odatlarni qayerdan yuqtiryapti deysiz. Zararli odatlarni xuddi o'sha bo'sh vaqtdan, bekorchilikdan yuqtirib olyapti. Agar siz farzandingizni to'g'ri band qiladigan bo'lsangiz, ertalabdan kechgacha bo'lgan vaqtini juda ham full holatda yopib band qilib tashlaydigan bo'lsangiz, kechga farzandingiz charchab keladi. Hattoki yo'ysalarni qilishga ham kuch qolmaydi va uxlaydi. Zararli odatlarni deyarli umuman ko'rmaysiz. Va bu eng katta plyuslarimizdan biri. Biz maktabda o'quvchilarni shunaqangi band qilamiz, har bitta fan, har bitta yo'nalish bilan band qilamiz. Uyga borib turib, faqat dars qilib turib, uxlashgagina energiyasi qoladi. Zararli odatlarni qilishga ishtiyoq umuman qolmaydi. Masalan, oddiygina o'zingiz tunda uxlab turib, ertalab turib ishga borasiz, ishdan charchab kelasiz. Sizni ortiqcha ish qilishga energiyasi qolmaydi, siz faqat uxlashingiz kerak bo'ladi. Shunday qilib ham bolalarimizni ham shunaqa energiyasini to'g'ri yo'nalishga yo'naltirsakkina ulardan yaxshi natijalar olishimiz mumkin. Va eng muhim narsa bu, ya'ni shu jarayonlardan biri. Davom etamiz. Telefonga qaramlik bu eng katta salbiy oqibatlardan biri. Juda ham ko'pchilik ota-onalarda, 99% holatdagi ota-onalarda bu katta muammolardan biri. Biz maktabimizda ham bu narsa surunkali, demak, katta odat bo'lib kelmoqda, yomon odat bo'lib kelmoqda. Hattoki o'zimizda o'qiydigan o'quvchilarimiz ham hanuzgacha telefondan qutulishga qiynalishyapti. Va o'sha narsani shakllanib qolmasligini ham oldini olish uchun siz hozirdan farzandingizni to'g'ri muhitga solib borishingiz kerak. Agar o'rganib qolsa, telefonga o'ynashga o'rganib qolsa, siz uni qutultirishga juda ham qiynalasiz. Ya'ni undan qutulib ketish uchun juda ham bola qiynaladi. To'g'ri yo'nalish qilib, urishib, koyib, yomon ko'rinib, urib, siz uni telefondan qutulishiga erishishingiz mumkin. Va o'sha narsaga borib qolmasligi uchun ham siz bolaga uyiga shart-sharoit qilib berib, telefonlarni hammasini olib qo'yib, darsga va maktabga to'g'ri yo'nalishni qo'yib beradigan bo'lsangiz, sizda bunaqa muammo bo'lmaydi. Ya'ni bola bo'sh qolmaganidan keyin, charchaganidan keyin telefon o'ynashga ham holi qolmaydi. Demak, bu eng yaxshi bizning yana kiritilgan dasturlarimizdan biri. Bolalarimizda bo'ladigan muammolar, injiqlik, diqqatni pasayishi, dangasalik hammasi mana shu telefondan kelib chiqadi. Mana shu telefonni ko'p o'ynashi va bo'sh vaqtida shu telefondan foydalanishi, ko'chaga chiqib ketishi, ko'chada bekorchilikdan sevinchga chaqib o'tirishi yoki har xil seriallarni ko'rishidan mana shu narsalarni holati kuchayadi, injiqligi kuchayadi, diqqat pasayadi. Deylik, ustoz qandaydir ma'lumot olayotganda o'sha ma'lumot oqimini to'g'ri tarzda esida qoldirib, ana shuni yaxshi tarzda olib qolishga diqqatlari pasayib ketadi. Dangasaligi oshib ketadi. Chunki yotib turib reels ko'rish yoki telefonda Instagramni chuqalash bu eng oson narsa. O'sha narsaga o'rgangandan keyin u turib hattoki musurini to'kib kelishga ham dangasa bo'lib qoladi. O'sha narsalardan hammasidan chiqarib olish uchun albatta bizning maktabimiz eng to'g'ri yechim. Biz uydagi holatigacha biz o'shani kontrol qilamiz. Davom etamiz. Keyingi holat zararli odatlar. Bo'sh qolgan bolaga zararli odatlar juda ham tez, ya'ni yoqib ketadi, o'shanga kirib ketadi. Kompyuter o'yinlari bo'ladimi, katta yoshli o'quvchilarimizni o'sha sigaret chekishi yoki ko'chalarda har xil, ya'ni o'rtoqlar bilan yurishi odatlari ko'payib ketadi. Band qilmaganimizdan keyin ana shu salbiy oqibatlarga oxir-oqibat baribir boradi. Shuning uchun bolalarimizni to'g'ri band qilishimiz shart albatta. Asosiy xulosamiz nimadan iborat? Xulosani aytadigan bo'lsak, farzandimizga yaxshi muhitni shakllantirishimiz shart. Bu bizning vazifamiz. Bolani tashab qo'ydik, 8-9, 10-sinfda yaxshi bo'lib ketadi degan tushuncha bu katta xato. Kichikligidan 8-9-sinfgacha juda ham asosiy qismi shakllanib bo'ladi. Va o'shangacha shakllangan holat yaxshi bo'lmasa, siz katta narsani yutqizgan bo'lasiz. Xavfsizlikni ta'minlash, birgalikda harakat qilishimiz bu eng muhim faktorlarimizdan biri. Shunda maktabimiz ham, siz ham natija olasiz. Ota-onaga beriladigan savollarimizni bir qancha o'sha kelganda ham ota-onalarimizga beramiz, so'rab olamiz. Ota-onamiz ham bizga maktabimizga tayyor bo'lish kerak. Ota-onani tushunchalari ham maktabimizga tayyor bo'lish kerak. Agar faqat maktabga pul beryapman, senlar qilasan degan tushunchada bo'ladigan bo'lsa, biz ota-onalar bilan umuman kelisha olmaymiz. Savollarga bir qancha to'xtaladigan bo'lsam, darslarda diqqatni jamlaydimi? Qanday mashg'ulotlar bilan ya'ni shug'ullanadi? Ijtimoiy faoliyatlar mavjudmi? Ya'ni Telegram, Instagram qanday, ularga qancha vaqt sarflaydi va ishlatadimi yo'qmi? Shularni biz savollarni beramiz. Texnologiya bilan qanday aloqada bo'ladi?
Ya'ni zamonaviy kasblarga qiziqadimi yo'qmi? Eng muhim narsalardan va savollarimizdan mana shu savollarni ota-onaga beramiz va bizga qoniqarli javoblar bo'ladigan bo'lsa, biz maktabimizga o'quvchini qabul qilamiz. Mas'uliyat, ota-onaning mas'uliyatini qisqacha aytib o'tdim. Hammamizga bog'liq, mas'uliyatli bo'lishimiz shart albatta. Bizning sinflarimiz hozircha o'zbek sinfda asosan 99% holatda shug'ullanyapmiz o'zbek sinflari bilan. Rus sinflarini ochish niyatidamiz. Birinchi sinflarimiz uchun rus sinf ochilmoqda va biz ularni 4-sinfga kelgandan keyin baribir o'zbek sinfiga o'tkazib yuboramiz. Ingliz sinflarini ham ochish niyatidamiz. Faqat ingliz tilida, ya'ni variativ sinflar bo'ladi. O'zbek va ingliz tilini qo'shib birinchi yiliga o'rgatishni boshlaymiz. Til bu eng muhim narsa. Shuning uchun biz maktabimizda tilga katta urg'u qaratganmiz. Qabul jarayoniga keldik. Eng oxirgi gaplashadigan masalamiz desak ham bo'ladi. O'quvchilar bilan suhbat qilamiz. Bu birinchi, uni dunyo qarashi, maktabga tayyormi, agressiv emasmi, yoki urushqoq emasmi, yoki bosim qiladigan, maktabda to'polonchi emasmi, shu holatlarni undan demak so'rab olamiz. Qabul testi bo'ladi. Ya'ni fanlar bo'yicha bilim darajasini bilish uchun qabul testlarini ham o'quvchilarimiz bizda yechib oladi. Ota-onalar bilan suhbat qilamiz. Bu jarayonlarimiz hammasini aytib o'tdim. Ota-ona bilan ham, o'quvchi bilan ham, bilim darajasi bilan ham hammasini bola qanday kelsa, biz bolani o'sha darajasini sof holatini ko'rsatib berib, o'sha darajasidan yuqoriga qarab olib chiqib ketamiz. Shuning uchun biz har tomonlama bolani suhbat qilamiz, ota-onani suhbat qilamiz, hammasini mayda resurslargacha ko'rib chiqamiz. Maktabda ichki tartib qoidalari bilan keyingi holatda tanishtiramiz agar bizga to'g'ri kelsa. Buxoro maktabiga tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Bizni kuzatib, vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Nima savollar bo'lsa, albatta kanalimizda qoldirishingiz mumkin. Biz barcha savollarga javoblarni berib boramiz va yangilik qilishda, o'quvchilarimizni yaxshi darajaga chiqarishda biz har doim, har kuni, har vaqtda harakatdamiz. Yaxshi ustozlar, yaxshi sharoitdagi maktablar va yangi dasturlar va juda ham zo'r natijalar qilishda davom etamiz. Kuzatishda davom eting. Sizlar bilan juda ham katta ishlar qilamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat.